巨兽。nok mevasi bor. Bu mevada li deyishadi. O'zi lexunlik, likay degan so'zlar bor. O'sha ajrashib ketish, o'sha do'stingizga ham, yaqin odamingizga ham berib bo'lmaydi. O'sha mevani o'shanda ajralib ketish ma'nosini bildiradigan yomon karamsarimlarga kiradi desam bo'ladi. So'ng bayramga yaqin bitta do'stim uyiga boradigan edi. Not terib olmadi. Ozgina shu meva olay deb borgandim. Keyin kirsam shu magazinda har xil o'zi yangi yil sezon paytida mevalar juda ham ko'p turib bo'lmaydi. Faqat bir shu 10 xil bo'lsa deylik, shu nok turgandi. Shu nokni olmoqchi edim. Qarasam narxi ham to'g'ri kelyapti ekan. Qolgan mevalar ozgina narxi balandroq edi. Bayram munosabati bilan nok esa ko'p berilmagani uchun arzonroq edi. Juda ham chiroyli ko'rinib turgandi. Xitoy noklari katta sapsariq. Keyin o'shani olaman deganda yo'q deyishdi. To'xtatib, undan ko'ra uzum ol deyishdi. Bunday qaradim, uzum ancha qimmat ekan. Shunday. Bu dedim, tovarni o'tkazmoqchi bo'lsa kerak endi, yana nokka qaytib keldim. Shu nokni olaymi demoqchi edim. Yana keldi, yo'q, sen nokni olmay qo'yavergin, boshqa mevani olib ket deyishdi. Tushuntirib berishgan. Keyin tushuntirib berishgandan keyin boshqa meva bilan chiqib ketdim.